Biling, yana nima bo'ldi bunga? Vechna problema deyurasan, Yana nima qilib qo'yding? Bilmayman, ishlamay qoldi, bor-ku. Bekzodga qil, ustayu. Kelsin tez. Bekzod tuzimisan? Ko'chada qolib ketib qoldim. Kela olaysanmi, o'rtoq, mashinasi yurg'izib olaylik ustaxonanggacha. Pulni bersang boraman. Pulni bersang boraman. Men beraman pulni, tezroq kel, menimga o'rtoq. Tez kelgin. Ukam tuzimisan, mana buni yozib qo'y tez. Ming bor o'rtoq aka, yoza olmayman lekin. Nima yoza olmaysan? O'rtog'im joyi bo'lsa bu. Mumkin emas deganlarda. Berib yuboraver ukam, o'zidan olganim. Berib yubor. Bo'ldi. Ana aytdim-ku senga, o'rtog'im joyi deb. Tuzimisan, o'rtoq. Men bor uzr, arendan pulini to'lagan edim. Ozgina pulim yetmaganiga men bilan olma do'koningdan o'rtoq. Menga qara, ne hijolat bo'lib gapirasan? Любой narsa kerak bo'lsa olib chiqib keturgin. Meni aytsang bo'ldi. Rahmat o'rtoq. Shoddaman, ish bo'lsa aytgan. Sardor, bitta shu o'rtog'imiz qiyinchilikda qolib ketdi-da. Bu ham sinov, o'tib ketadi o'rtoq. Mashinani ham qichig'ini olibsan-a? Tuzimisanlar, charchamayapsanmi o'rtoq? Ketursan, shosh. O'rtoq, pul zaril bo'lib qoldi. Keyin kech payt gaplashamiz. Rahmat. Sen nima buni ko'chada olib ko'rganmisan? Tushunmadim, Bekzod nima degani u? Prosta aytaman, otalik qolganmisan. Qachon ko'rsa pulingni olib ketadi, qachon qarasa mashinangni olib ketadi. U uchun to'lab olasan. Senga nima farqi bor? Sen cho'nchagingdan ketyaptimi yo xarajat? Bo'pti, gaplashamiz. Prosta sigir bo'lib yuribsan-da. Choyga ham chaqirmading-a? Firmalar 2-3 kundan beri pulni so'rab kelyapti. $8,000 qarzimiz bor. Shular berib olish kerak. Sen tepaga chiqib bolalarga qarab turavergin. Yog'ini o'zim hal qilaman, xo'p? So'rasam o'rtoq hamma yoqda problema-da. Yo'q joydan 8,000 topish kerak-da, boshqa qotib qoldi. Bo'pti o'rtoq. O'tir, choy qilamiz. Kelning doktorga borib kelib gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. To'g'ri tushunasan o'rtoq, so'ragan pulingni hozir qilib bera olmayman. Bo'ptimi deng? Ichkari narsani qidirib yuribman-ku. Ma, Qatdan oldingmi, uni tushunmadim. uzumini yegunu bog'ini surishtirma. Yandex chaqirib qo'ydim, gaplashamiz. Mashinang qani? Sotib yubordim o'rtoq. Bo'pti. Olis hayot yo'llarida hamrohim yaxshi Videoni oxirigacha ko'rdingizmi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizning shunaqa do'stingiz bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, shu do'stingizga mana shu videoni tarqatib qo'yasiz. Aynan siz uchun Denonda joylashgan Fresh Martni reklama qildi. Bemalol kelaverasizlar. Hamma narsa hozirgi paytda chegirma bo'lyapti. Rahmat.